Qish ham boshlandi. Xo'sh, bu yilgi dekabrda haqiqiy qish ob-havosi kuzatiladimi? O'zgidromet bu boradagi prognozlar bilan bo'lishdi. Unga ko'ra, O'zbekistonda 3-dekabrgacha biroz iliq va quruq ob-havo saqlanib turadi. 4-5 dekabr kunlari Toshkent, Samarqand, Sirdaryo, Jizzax va Qashqadaryo viloyatlarining ayrim joylarida yomg'ir yog'ishi mumkin. Shu kunlari harorat kunduzi 3-6 daraja iliqqacha pasayadi. 6-7 dekabrda O'zbekiston hududining katta qismida yog'ingarchilik kutilmaydi va harorat 12-15 darajagacha iliq bo'ladi. Keyinchalik oyning oxirigacha harorat kechalari 0-5 daraja iliqdan 2-7 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari 10-15 daraja iliqdan 0-5 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Oy oxirigacha ayrim kunlarda yomg'ir va qor kuzatilishi mumkin. Ta'kidlanishicha, bu yilgi dekabr oyi o'rtacha iqlim me'yoridan 1-1,5 daraja yuqori bo'lishi kutilyapti.